Ha, chakaman, nima edi? Xohlasangiz taxlab yuboring, burchakda ko'raveramiz. Nima? Ya, unaqa narsalardan ancha yiroqdamiz. Tushunarli. Oylik daromadingiz qancha? Nasibaga yarasha 4 million. 6 millionlar-da. 8 milliondan oshib qoladi. Ha, yaxshi. Birinchi o'zi qizingiz bilan ko'rishmoqchi edim. Birinchi men bilan ko'rishasiz. Menga yo'qsangiz, keyin qizim bilan ko'rishasiz. Jonga tegdilaring. Qayerga borsam birinchi adasi bilan ko'rish kerak. Hop, qizing bilan ko'rishdim, yoqmadi. Sen bilan gaplashishga foydasi bor. Cho'chqa, undan ko'ra qizing o'zi qarasa. O'zingni olma. Qo'lingni olib shu sassiq. Birinchi men bilan ko'rishasiz. Menga yo'qsangiz, keyin qizim bilan ko'rishasiz. Ahom nima siz shu? Eshitishim bo'yicha bitta hovlida ikkita oila turar ekansizlar. Mani qizim alohida yashash kerak. Qurbingiz yetadimi? Endi oshirib xonmi? Qiz bitta sizda bormi? Bu kibringiz bilan qizni uzata olmaysiz. O'tirib qoladi. O'tirib qolib bo'lganam. Millatda shossa opam haqida. Endi 29 ga chiqdi. Qo'limni qo'yib yubor. Qo'yib yubormayman. Bir minutga qo'yib yubor tur. Yo'q. Amaga deb qo'yib yuborsin. Amaga.